Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Diplomat to'rining 19 aprel kuni e'lon qilgan Xitoyning tasodifiy imperatorligi Sinostanga xush keldingiz sirlilik maqolada Rafaello Pantoksi bilan Xitoyning O'rta Osiyodagi faoliyatlaridan maydonga kelgan Xitoyning qad ko'tarishi haqida suhbat olib berildi. Sinostan Xitoyning tasodifiy imperiyasida Rafaello Pantokchi va Aleksandros Petersen Beyjingning qad ko'tarishini tushunish uchun o'qirmanlarni Yevroasiyaning markaziga olib kirdi. 10 yillik sayohat tadqiqot jarayonida yozib chiqilgan bu kitobda Xitoyning kuchi va O'rta Osiyodagi mavjudlikqa tunishtirildi. 2013 yilda Xitoy raisi Xi Jinpingning o'tirg'a qo'ygan bir balvoq bir yo'l tashabbusi Qozog'istonda yo'lga qo'yilishga boshlagan bo'lib, Xitoyning O'rta Osiyodagi harakatlarini tekshirish orqali Xitoyning dunyoviy qad ko'tarishining vositasi va muddaosini egallagani bo'ladi. Pantoksi Singapurdagi Si Rajartnam xalqaro tadqiqot maktabining peshqadam tadqiqotchisi, London Xonliq birlashma mulozimat institutining oliy darajalik yordamchi tadqiqotchisi, Petersen akademik, yozuvchi va jug'rofiylik energiya mutaxassisi. U 2014-yili Afg'onistonda o'ldirilgan. Tuandagi ziyoratda Pantoksi Xitoyning rayondagi tirishchanligining markazi bo'lgan atalmish Şinjan va O'rta Osiyodagi bog'lanishni tushundirdi. Xitoyning Yevroasiyoga aralashishining Rossiya va Xitoyga o'xshash kuchli davlatlarga ko'rsatadigan ta'sirini bayon qiladi. Kitob 2012-yili Qirg'izistondagi yo'l ishchilarini tasvirlashdan boshlanadi. Fizikalik ul asliya Xitoyning O'rta Osiyo bilan bo'lgan munosabatining yadroliq qismi. Liping Tojikistondagi ichki ma'lumotchilik tufaylidan Dushanbedan boshqa O'rta Osiyo davlatlarining poytaxtini 1994-yili ziyorat qilganda bo'lginchilik va Ipak yo'li yasashdan iborat ikki nuqtaga diqqat qilgan. U vaqtda muzokara qilinayotgan liniyalar O'rta Osiyodan Xitoyning har qaysi joylari orqali Yaponiyaga tutishadigan bo'lib, yaqindan buyon bular boshqa tarafga tutashdi. Əməliyyatda bu rayondagi tunji cho'ng ul asliya Qozog'istondan Xitoyga tutishadigan turba yo'li edi. Xitoy shirkatlari va mablag'i keyincha yo'llarni yangilash, Turkmanistonning muntazam tabiiy gaz rayonidan Xitoyga tutishadigan qo'shimcha turba yo'li yasash, shundaqla rayonni bo'ylab tunnel, temir yo'l va yo'l yasashga ishlatiladi. Bularning hammasi elektr stansiyasi, qo'shimcha energiya ul asliyalari, aerodromlar, har xil imoratlar va boshqa bir yurish ul asliyalarga qo'shimcha qilingan. Atalmish Şinjanni dunyoga tutashtirishda Xitoy O'rta Osiyo davlatlaridan manfaatlanishdek Xitoyning maqsadini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Xitoyning rayon ul asliyalari nachar. Xitoyning sirtidagi rayonmi o'xshashli cheklik. Oxirgi hisobda O'rta Osiyoda yaqinqi 20 necha yildan buyon yuz berayotgan ishlar nurg'un taraflarda bir balvoq bir yo'l tashabbusi ostida yer sharilishining asosiy uqumiga aylandi. Prezident Xi'ning 2013-yili Ostonada so'zlagan nutqida o'zining uzun muddatlik tashqi siyosat ideyasini tunji qatim e'lon qilishi tasodifiylik emas. U ayni vaqtda 21-asr dengiz Ipak yo'liga qo'shilgan Ipak yo'li iqtisodiy balvoqqa bo'lgan tasavvurni o'tirg'a qo'ygan. Butkul ul asliya hukumi tashqi siyosat tasavvurining asosi bo'lish bilan O'rta Osiyoda yuz berayotgan ishlarni o'z ichiga olgan bo'lib, texmi ko'p ul asliya va tutishish iqtisodning texmi gullanishini ko'rsatdi va muqimlikni texmi ilgari surdi degan asosda qurildi. Xitoyning O'rta Osiyo uchun atrofliq strategiyasi bormi? Uning aralashi faqat ikki taraflik munosabatdagi alohida taraqqiyotmi? Nurg'un Xitoy mutaxassislari va amaldorlaridan Beyjingning bu rayonga qarata strategiyasining bor yo'qligini so'rganimizda masxar qilindik. Bizning bu tur ustida ilib borgan tadqiqotimizning dastlabki mezgilida rais Xi rayonga berib, Ipak yo'li iqtisodiy balvog'ining qurilganligini e'lon qildi. Ammo tasavvurni o'tirg'a qo'yib, planini belgilamadi. Aksicha texmi keng nazar o'tirg'a qo'yildi va Xitoy sistemasi mo shuningga ergishib mangdi. Bu barliq organlarning rahbarlar o'tirg'a qo'ygan texmi keng tasavvurda o'z rolini ifodalash va joriy qildirishga erishish uchun o'z yo'lida olg'a ilgirlash ma'nosida keladi. Xitoyning atrofliq strategiyasi borligi azaldan aniq emas. Atalmish Şinjanga nisbatan texmi aniq strategiyasi bor. Ba'zi taraflarda O'rta Osiyo buni kengaytirish rolini o'ynaydi. Ammo bu tasavvurning yadroliq maqsadi atalmish Şinjangni muqimlashtirishdan iborat. Bu yerda tilga ilishga tegishli ekan bir ish Sovet ittifoqining yimirilishidan tug'ilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti. Bu bexatarlikni asosiy maqsad qilgan bo'lib,
ba'zida Xitoyning strategiyasining quroli deb tasvirlandi. U Xitoyning ikki davlat qatlamida hal qilinadigan alohida manfaatga parallel harakat qiladi. Xitoyning O'rta Osiyodagi strategiyasi qaysi taraflarda atalmish Şinjandagi strategiyasi va siyosatini kengaytirdi? Beijing uzundan buyon atalmish Şinjangning muqimligi va bexatarligidan ansirab kelgan. Xitoy kontrolligini saqlab qolish uchun tirishidi. O'rta Osiyoning o'qituvchilarning bazasiga aylanib qolishidan ansiraydi. Atalmish Şinjangni muqimlashtirish uchun Xitoy O'rta Osiyoga zo'r mablag' soldi. Rayonni gullantirish uchun cho'qim qo'shni rayonlar bilan munosabat o'rnatish, qo'shni rayonlarni gullantirish lozim. Atalmish Şinjang nurg'un taraflarda O'rta Osiyoning 6 yoki 7 o'rindagi davlati. O'rta Osiyodagi har qanday davlatga o'xshash dengiz qirg'oqi va yer shari dengiz savdo yo'lidan yiroq. Shunga atalmish Şinjangdagi har qanday iqtisodiy taraqqiyot faqat O'rta Osiyodan Yevropa, Rossiya va boshqa joylarga boradigan yo'llarni ochgan vaqtida, shundaqla O'rta Osiyoning o'zidagi fursatga erishganda bozorga kirishga uringandala ondan barliqqa keladi. O'rta Osiyoning qazilma boyliqlari ochko'z Xitoy iqtisodiy mashinasining to'xtamay ehtiyojli bo'ladigan tarafi. Bularning hammasi bu rayonning Xitoyga, atalmish Şinjangga nisbatan muhimligini gavdalantirdi. Bu rayon Yevropa yoki Amerikaning navbatdagi muhim nuqtasi emas. O'rta Osiyo rayoni barg'ansiri Xitoyning asorati ostida qoladi. Bu Amerika va Yevropaning maqsadiga yetishni qiyinlashtirdi. Bu Yevroasiyoning g'arbning ta'siridan barg'ansiri uzoqlashganligini, Xitoy bilan Rossiyaga qoladiganligini tushuntirdi. Rossiya O'rta Osiyoni qo'shni rayon deb qaramaydi, balki o'zining bir qismi deb qaraydi. Rossiyaning qo'shni davlatlarning Rossiya nufusi bor qisman joylariga bo'lgan ko'z qarashi o'xshash emas. Yaponiya, Turkiya, Hindiston yoki Janubiy Koreyaga o'xshash boshqa kuchlarning bu rayonda o'xshamagan darajada manfaati bor va ba'zi o'xshamaydigan ishlarni sinab qildi. Turkiya O'rta Osiyodagi davlatlarni hamkorlashib turk meroslarini taraqqiy qildirishga chaqirdi. Turk shirkatlari va tovarlari bu rayonda qizg'in olqishga erishdi. İstanbul ma'rif va madaniyat orqali yumshoq kuch bog'larini aktivlik bilan taraqqiy qildirishni izlayotdi. Yaponiya va Janubiy Koreya rayondagi boylik manbalaridan foydalanish va ul asliyalari qurilishiga ko'ngil bo'ladi. Hindiston azaldan bu rayon bilan aloqa qilishga urinib kelgan. Xitoy to'g'risidagi nurg'un muloyizalar uning yer shari miqyosida va Hind Tinch okeanida qad ko'tarishiga markazlashdi. Hind Tinch okeanining nurg'un strategiyalari asosan degudek dengiz kuchiga markazlashgan. Bu rayon yaqinqi mezgillarda Yevropa va Amerikaning raqibi bo'lgan Xitoy va Rossiyaning strategik rayoniga aylandi. Osiyoga qarata strategiyani taraqqiy qildirgan Yevroasiyoning qalbini chetga qoqqan g'arb nurg'un fursatlarni qo'ldan berib qo'ydi. Mackinderning deyishicha, bu rayonni kontrol qilish demak, dunyoni kontrol qilish demakdir. Coğrafiyalik siyosatdan yiroqlashsaq, bu Yevropaga tutashgan rayon. Uni faqat o'z taqdiriga tashlash, rayonlik fursatni qo'ldan berib qo'yish bilan barobar. Shundaqla Xitoyning diplomatiya siyosatining amaliyotda qanday ishlaydiganligini tushunishni qo'ldan berib qo'yganlik bo'ladi deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Twitter hisobidan buningga inkos qaytirib, Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xitoy imperiyasining O'rta Osiyoga kengayishidagi tirishchanligi diqqatsizlikning sirtidagi har qanday narsadir. Tarixdan buyon Beijing O'rta Osiyo va Janubiy Osiyoga kengaymoqchi bo'lgan. Bir balvoq bir yo'l tashabbusi eng yaxshi yo'lga surilmaydi dedi. Times gazetining 19 aprel kunidagi xabarida deyilishicha, Umman xalqi Xitoyning Sharq Turkistondagi ajoyibotlarini his qilishga va tez taraqqiy qilayotgan iqtisodiga mablag' solishga chaqiriq qilindi. Xitoyning Moskvadagi elchixonasi va atalmish Şinjang Uyg'ur avtonom rayoni birlashib uyushtirgan Şinjang qaltis joy degan temada elib berilgan mahum yig'inda Xitoy hukumati chet elliklarga bu rayonning taraqqiyoti va ta'minlaydigan ishlarga ko'rsatish imkonini sundi. Xitoyning Ummanda turishliq bosh elchisi Li Lingbing, Şinjang Junguni g'arbga tutashtiradigan darvoza, u yana davlatning bir balvoq bir yo'l tashabbusining muhim tarkibiy qismi. Men ummonliqlarni Şinjangni ziyorat qilishga va u yerdagi korxonalarga mablag' solishga taklif qilaman dedi. Rayondagi sayohat kasbi atalmish Şinjangga mablag' solishning muhim bir qismi. Xitoy amaldorlari o'rtoqlashgan sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, 2021-yili atalmish Şinjangning rayon ishlab chiqarish umumiy qiymati 1 trillion 600 milliard yuan bo'lib, oldingi yilga solishtirganda 7% oshgan. Yig'inga yana Ummanning Xitoyda turishliq bosh elchisi Nasir al-Busaydi qatnashgan bo'lib, u ilgari atalmish Şinjangni ziyorat qilgan ekan.
u barliq ummanlıqlarni o'zidek atalmish Şinjanni ziyorat qilishga taklif qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, Sharq Turkiston Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan davlat. Xitoy Sharq Turkistonda mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi. Biz Umman hukumati, Umman Tashqi ishlar ministrligi va Umman xalqini Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat faoliyatiga mablag' solishdan o'zini qochirishga chaqiramiz dedi. Vatan haqida musallas. Avtori G'ulom Osmon Yag'ma. Mehri illiq onadekdir bu azim tuproq manga. Qimmati mehri giyohdek har giyoh yaproq manga. Bir ömür farzim vatan deb nazmlar yazmaq manga. Sende ko'z açtım şuna xas, sanala qimmat hayat. Razı men ming rat tug'ilsam, sen uchun bo'lsam mamat. Dildeki arman sening sha'ningga shan quchmaq manga. Ana yurt bo'lsa aman, bo'lmas chiroying musaman. Can tasadduq eyligeymen, tishliqiga men haman. Dildi sen bo'lg'ach asan, tirnaqdi tog' qazmaq manga. Sen üçün ayni üzey, göherni okyandın süzey. Zerri menfaatin üçün meyli cahanni min kezey. İftiharım el üçün otqa üzüm atmaq manga. Qarzdır insan üçün her dem vatan dep yaşamak. Ninumus yav aldıda qul bop gözini yaşlamak. Seni dep qan keçmesem, layık şu çağ dozaq manga. Men eğer ölsem vatan, çimdim topanğa aylanıp. Küç berermen, maysalar çıqqısı cismimden önüp. Çoğ baxit ölgendimu, bağrın quchup yatmaq manga. Sulpıqar berdi sana, ana vatan şundaq qasam. Taşlığay ecdatlarının izidin dadil qadam. Elni söymey yaşıgandın, ölgünüm xopraq manga. 1980 yanvar. Atoş Şoruq. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizdən köynələr üçün köp rəhmət. Kelər qıtımqı proqramımız görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.